Ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistonda 2010-yillarda kuchayib davom qilgan diniy sohaga qarshi ta'qib va nazoratlar jarayonida bir qism kent kadrlari siyosiy ideya va maydonida o'zgarish bo'lib, hukumat uchun aktiv xizmat qilishdan voz kechgan va jamoatning qo'yniga qaytib kelgan. Bu kishilar 2017-yildagi cho'ng tutqunda 200-lichilik bilan ayblanib jazolangan. Dalillanishicha, ana shulardan biri Fayzobodning Terim yezisidagi sobiq kent sekretari Yasin Tursundir. Egilinishcha, Fayzobodning Terim yezisi Terim kentining sekretari Yasin Tursun o'zi payloqchilik qilayotgan diniy so'rindagi tabliğlarni anglagandan keyin odatda qatnashib kelayotgan kent va yezining kayf-safoliq ziyofat so'rinlaridan yiroqlashgan. Onundaki bu özgürüş, onun ayal balaları ve uruk tuqqanlarını memnun qilgan bo'lsa-mu, doiralarda bearamchilik paydo qilgan. U 200-lichilik bilan ayblanib 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Yangi insonparvarlik nomidagi bir organning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasining ishki hujjatiga asosan xabar qilishicha, mazkur organ Tayland hukumatining 10 yildan ko'proq vaqtdan buyon bu davlatda tutib turilayotgan 48 Uyg'ur musofirga yordam qilish talabini rad qilgan. Egilinishcha, ularning 5-i 2020-yili qaytishga urinish bilan ayblanib qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, qolgan 43 kishi Bangkokdagi Suan Felo ko'chmanlar tutib turish markazida nachar va tor sharoitda tutib turilmoqda. Ularning oila tavobatlari, advokatlari, hatto boshqa mahbuslar bilan aloqa qilishmi cheklanmoqda. Amerika qalamkashlar jamiyati 1-may kuni e'lon qilgan 2023-yillik yezchilik erkinligi sonliq ma'lumot ko'rsatkichi dokladida Xitoyda tutilgan yozuvchilarning 100 dan oshib ketganligi qayd qilingan. Dokladdagi ma'lumotga asoslanganda dunyo bo'yicha 339 yozuvchi erkin fikr qilganligi sababidan tutilgan bo'lib, Xitoyda tutilgan yozuvchi bu sonning 3 dan 1 qismini egallagan. Xitoy hukumati 107 yozuvchini turmaga tashlab, mahbus yozuvchilari eng ko'p davlatga aylangan. Shuning bilan birga Sharq Turkistonda rasmiy statistikalarga kirgizilmagan, ammo turli shaklda tutib turilayotgan nurg'un yozuvchi shoirlar bor. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi Jinping 5-10 may oraliqda Fransiya, Serbiya va Vengriyada rasmiy ziyoratda bo'ladi ekan. Bu Xi Jinpingning bu yilgi tunji qitimliq chet el ziyorati, 3-chi qitimliq Fransiyaga ziyorati, 2-chi qitimliq Serbiya ziyorati va tunji Vengriya ziyorati hisoblanadi ekan. Germaniya avtomobil şirketi BMW Xitoyga yana 2 milliard 760 million dollar mablag' soladiganligini va bu mablag'ning Xitoyga bo'lgan bog'lanishini kuchaytiradiganligini e'lon qildi. Egilinishcha, bu shirkat Xitoydagi yerlik raqobat sababidan tushib ketgan setish nisbatini yana oshirishni xohlaydi ekan. Xabar qilinishicha, Pokiston Xitoyda yana 10 dona Sayxun 4-tiplik o'tir manzillik va uzoq chidamchanlik iqtidoriga ega ushquchisiz aeroplan setilish uchun 24 million Amerika dollar qimmatida kelishim imzolagan. Fransiyada parlamentning tuvan palatasi bo'lgan Davlat Majlisida ma'qullangan eng yangi qarorda parlament a'zolari 2024-yildagi Parij Olimpik tanharakat musobaqasida imkon qadar fransuz tilini ishlatishni talab qilgan. Bu chaqiriqning markazidagi parlament a'zolaridan Anni Ginward parlamentdagi so'zida o'zining andisini bildirib, Olimpik tanharakat musobaqasi tilimizning ta'sirini yo'qotganligini ko'rsatib berdi degan.